Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Nexia bir mashinasi sotiladi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bitta like bosib, podpishka bosib, kanalimizni rivojiga qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Oldinlar sizlarga hammalaringiz kattakon rahmat. Xo'sh, aka bu Samarqandnikimi bu? O'zingizdan Samarqanddanmi? Yo'q, Chiroqchi. O'zingiz Chiroqchidanmi? Samarqanddan olib kelgansiz. Generalni ham chiqaveradi. Lubay chiqadi. Generalni ham chiqaveradi. Lubayda akamit bo'laveradi, deyapti. Nechinchi yilda tez buni? 2003-yilda ishlab chiqargan qaymoqrang Nexia birimiz soni strambuler, akkumulyatorlari bor. Yangi akkumulyatorlari, xo'sh, metallari bor. Mashinaning turgan holati. Xo'sh, 4 ta baloni o'rtacha holatda. Aka motor hadoylari qanday buning? Ishi yo'qmi motor? 5 kun bo'ldi bo'lgani. Motor hadoylarida ish yo'q, deyapti. Yangi motor chiqqanman, deyapti. 5 kun bo'lgan, deyapti. 120 ming. Xo'sh, 320 ming kilometr yurgan, polik chihol qilingan. Nexia bir mashinasi. Orqasini ham ochib qo'yasizmi? Shu orqalari mana hurmatli obunachilar. Orqalari metan balonlari bor. Mana shumkalar bo'lgan, zapaska, damkarat, kulich hammasi bor, ha? Zamkarat, kulich hammasi bor, deyapti. Mashinaning turgan holati. Xo'sh, charm balonlardan qo'yilgan. Salonlari passajir tomoni. Prostay salon. Prostay salon gidravlika. Xo'sh. Aka buni qayerda kraskasi bor buning? Aqoqda yo'q, omda yo'q. Shu asfalt ha, chizilgan, udari yo'q. Mana shundan buyog'i asfalt bo'lgan, ha? Ana shu. Bundan buyog'i asfalt bo'lgan, deyapti. Strashni udari yo'q, deyapti. Hurmatli obunachilar, qo'ltiqlari yorilmagan, umuman oldi orqa butun, deyapti. Mashina yaxshi holatda turibdi. Aka buni qancha deyapsiz buni? 35. 35 million. Nech pul so'rayapti? 29 ga bermadingiz. 29 millionga 30 millionga berasizmi? Kelishamiz. 30 millionlarga bo'lsa berib berardik-da, akamizning ro'yi bor. Telefon qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Nexia birda arzonlardan kerak deganlaringizga. Aka telefon raqamingizni aytib qo'ying. 88 lik 260 0301. Variantlari bormi yo'qmi? Variantlari yo'q. Narxga sotaygan ekan. Yana bitta nomer bor, uni yozing. Ayting. 88 lik 550 0301. Akamizga telefon qilib turib savdolashib olaverasiz. Rahmat aka, charchamang.